Ismingizni bilmayman-ku. Shuhrat. Boshida aytdim, menimcha o'sha ovoz muammosi bo'lganiga eshitdim-da. Ismim Shuhrat. Nasib qilsa ko'rishganimiz. Labi? O'zbek emassiz deb o'ylaman boshida. Yo'q, O'zbekistondanman. Setanta Sports O'zbekistondan hozir turib siz bilan gaplashyapman. Tanishganimdan xursand bo'ldim aka. Nasib offline intervyular ham qilib, birga ko'rishib, kattaroq bir intervyu qilish. Agar bolalarga yetadi, bu 1 yilga yetadi menimcha. 2 yilga borish. Yaxshi deysiz, qanday aka? Abduqodir aka, assalomu alaykum. Setanta Sports O'zbekistondan Shuhratman. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, o'zi yaxshi charchaman. Rahmat. Avvalambor kechagi g'alaba bilan tabriklayman. Juda qiyin o'yin bo'ldi, lekin kuchli uchrashuv bo'ldi. Lekin ko'pchilik o'zbek muxlislari hozir xavotir olishyapti. Ya'ni kecha zaxiraga olinganingizdan hech qanaqa jarohat bo'lmadimi, hammasi yaxshimi deb. Shunga bir og'iz so'rayman, hammasi yaxshimi sizda hozir? Yaxshi. Abduqodir aka, sizga Setanta Sports tomonidan bir nechta savollarimiz bor edi. O'zingiz haqingizda, jamoa haqida agar tayyor bo'lsangiz, birma-ketin beraman, bemalol savollarimizga javob bersangiz bo'ladi. Hop, birinchi savolimiz umuman jismoniy holat va o'yin jadvali haqida. Hozirgi paytda bu mavsumda 4 ta musobaqada jamoa bilan Manchester City bilan qatnashasiz va juda zich taqvimda o'ynayapsiz. Bunaqa yuklama paytida o'zingizni qanaqa his qilasiz jismonan jihatdan? Menga oilamni podдержкасы, komandadagi podдержкалар hammasi yordam beradi. O'zi Manchester Cityga keladigan bo'lsak, ko'pchilik Cityga o'tganingizda bitta savol qiziqtirgan ko'pchilikni, nimaga aynan 45-raqamni tanlaganlar deb. Agar bilsangiz, Manchester Cityda ilgari 45-raqamda Mario Balotelli ham o'ynagan. Agar iloji bo'lsa aytib ketsangiz, nimaga umuman 45-raqam tanlagansiz? Men Belarusda paytimda energetik bo'lganda professional futbolda birinchi marta 45-nomerda boshlaganman. Shuning uchun ham xuddi Именно Belarusda 45-raqam bu shunchaki tasodif, to'g'rimi? Yoki qanaqadir ma'nosi bor? Tasodif. Navbatdagi savolim eng kuchli raqiblarga kelaylik. Kecha misol Liverpoolga qarshi haqiqatan kuchli o'yin bo'ldi. Faoliyatingiz davomida siz to'qnashgan eng kuchli jamoa qaysi? Futbolchilar sifati bo'yicha, umuman o'yin jihatdan. Esimda yo'q. Liverpool bo'lgan, Real Madrid. Esimda yo'q. Endi oilangiz, do'stlaringiz va umuman jamoadoshlar haqida gaplashsak, ikkita savol bo'ldi. Oila va yaqin do'stlaringiz o'yinlaringizga qanchalik tez-tez kelib turishadi? Va keyingi savolim, jamoadoshlaringiz orasida qaysi futbolchilar bilan ko'proq muloqotda bo'lasizki, ya'ni ularni uyiga borishingiz mumkin yoki ular sizning uyingizga kelishi mumkin? Yaqin do'stingiz misol. Yo'q, biz futbolchilar bilan почти har kuni ko'rishamiz. Chunki har kun treningga. O'yin keladigan bo'lsa, qarindoshlarim, oila a'zolarim o'yinga kelishadi ko'p. O'zbekiston terma jamoasi haqida ozgina gaplashamiz. Bo'lar ekan-ku aka. Xo'p, O'zbekiston terma jamoasi tarixda ilk bor jahon chempionatiga chiqqan payti birinchi bo'lib o'tdi. Hayolingizga kelgan narsa nima bo'ldi? His-tuyg'ular qanaqa o'tdi? His-tuyg'u 38 million O'zbekiston aholisini xursand qilganimiz o'tdi. Qisqa, lo'nda, lekin juda muhim javob. Rahmat. Xo'p, endi o'zbek futboli haqida ham ozgina gaplashmoqchiman. So'nggi muvaffaqiyatlari. Ya'ni o'zbek futbolining so'nggi yillardagi muvaffaqiyatlari sizni qanaqa izohlashingiz mumkin? Ya'ni biz jahon chempionatiga chiqdik, olimpiadaga chiqdik, bordik, qatnashdik. Umuman yoshlarimizga ko'p yutuqlarga erishmoqda. Shu haqida ozgina fikringiz. Futbolga e'tibor juda yaxshi bo'lyapti O'zbekistonda. Prezidentimiz o'zlari ham rosa qarab yordam beryaptilar. Shuning uchun o'sish katta bo'lyapti O'zbekistonda. Rahmat. Abduqodir aka, endi hozir tezkor savollar beraman. Ya'ni savolim qisqa bo'ladi, sizning javobingiz bitta so'zdan iborat bo'lishi kerak. Ha, yo'q o'ynaganda. Shunaqa, ha yo'q o'yna. Xo'p, birinchisi, markaziy himoyachi yoki o'ng qanot himoyachi qaysi pozitsiyada o'ynash sizga ko'proq yoqadi? Markaziy himoyachi. Ikkinchisi, hozirgacha faoliyatingizdagi eng yaxshi, eng esda qolarli voqea, lahza qaysi? Oxirgi o'yinim PSG bilan Lensda. Hal qiluvchi gol bosh bilan urishmi yoki so'nggi soniyada golni chiziqdan to'pni qaytarib qolishmi? Qaysi birini tanlaysiz? Agar yutqizayotgan bo'lsak gol urish, yutayotgan bo'lsak goldan saqlab qolish. Qiziq savol. Agar nafaqaga chiqqan himoyachilardan birini ideal markaziy himoyachi sherik sifatida tanlash imkoniyati bo'lganida, kimni tanlaysiz? Cannavaro. Siz duch kelgan eng qiyin markaziy hujumchi kim bo'lgan? Esimda yo'q. Hozirgacha o'ynagan stadionlaringizdagi eng zo'r atmosfera qaysi stadionda bo'ldi?
City'da конечно. Hop, Etihaddan tashqari hisoblasak-chi. Lansda. Lansda. Zo'r. Hop, Abduqodir aka, javoblar uchun rahmat. Shunaqa kichkina intervyu edi, lekin tanishganimdan juda ham xursand bo'ldim. Sizga savollar berganimdan juda ham xursandman. Labbe? Ismingizni bilmayman-ku. Shuhrat. Boshida aytdim, menimcha o'sha ovoz muammosi bo'lganiga eshitaman. Ismim Shuhrat. Nasib qilsa ko'rishganimiz. Labbe? O'zbek emassiz deb o'ylaman boshida. Yo'q, O'zbekistondanman. Setanta Sport O'zbekistondan hozir turib siz bilan gaplashyapman. Tanishganimdan xursand bo'ldim aka. Nasib offline intervyular ham qilib, birga ko'rishib, kattaroq bir intervyu qilish. Agar bolalarga yetadi, bu 1 yilga yetadi menimcha. 2 yilga bo'lish. Yaxshi niyat, endi aka. O, mana bu ham zo'rlab kirishdi-da. Rosa yo'ldimiz, talashib. Kattakon rahmat aka. Yana aka sizga normalniy javob berdim. Nolingizni ko'rmadingiz. Yo'q, bundan ham bo'ldi. Nolni mana anaqa chempionat o'ziga bo'ldi-da. Unda nima